Erkaklarga tug'ilganidan qiyin, bolaligidan qiyin erkaklarga. Nimaga aytaymi? Hali kichkinaligida ham bunday urusha tursa, bu qiz bola bilan teng kelma deymizda. Bu qiz bola bilan teng kelma. Tug'ilganidan qiyin ekan erkaklarga. Kecha ham masalan mana magazinda turibman, erkaklar ko'chada ro'zasini ochib ketyapti. Suv olib ko'chada ro'zasini ochyapti. Uyda emas, ko'chada ochyapti. Kecha kechki taraf kelyapman, ash petaklarda, taksilarda erkaklar o'tiribdi. Odam bo'lsa, bir simpul qilayin, shu oilamni boqayin deb. Bu taraflarni ham o'ylaylar. Erkak deymiz-ku. Qiyin taraflarini ham olib chiqish kerak ekan erkaklarni. Hali erkaklar bo'ri ekanda, bo'ri o'lsa ham ko'z yoshini ko'rsatmas ekan-ku. Ana shu erkaklar bo'lar ekanda. Biz rosa o'tkazib yuboribmiz erkaklarga. Mana ayollar tarafidan, har safar ayollar tarafidan. Lekin haqiqatlarni ko'rganimdan keyin erkaklarga ham oson emasligini tushunib yetdim. Ba'zi bir erkaklar xudbin, iflos erkaklar ham bor. Lekin ko'pi mard ekan erkaklarimiz. Oilam, uyim, joyim deyapti erkaklarimiz. Ro'za ochar paytida ham uyda kutadigan yo'q ko'pi ro'zalarni. Biz tarovih namozlariga boralamizmi? Borib turib, agar pishib qolsak kerak, erkaklik vazifalarni qilyapti erkaklar. Qo'lidan kelganicha qilyapti. Yomonlar o'rgansamiz, yomon bo'lib ketaveradi ular. Yaxshi desak, hammasi yomoni ham yaxshi bo'lib ketadi, xudo xolasa. Ro'za kunlarda gaplashyapmiz-ku. Xudo xolasa hammasi yaxshi bo'ladi.